qiziq ekan, chiq ekan. Ishlamaydigan odam bo'lsa bemalol kelib, yaxshi pul topib ketsa bo'ladi. Yo'qotma, 150 mingga kirayda xarid degan odam. Har bir движенияsi oqcha ekan. Har Tuğanlar, hozir bizning akamiz bu yerda biz boshqa boks ko'rdik va hozircha bu yerda pomidor ekan, bir ko'rgazuvni ekan bu zartarich. Ko'rgazov. Bu yerda o'sha pomidor ekan. Bu yerda o'sha pomidor ekan, asliga bir korotka qilib turib, ishning noldan boshlangan momentni ko'rsatib ketaylik dedik. Bunday ne deydi ona? Bunu çelişkada koyalım. Ha, çelişkaya korotkalar koyulurken bunun примерно salma 7 kilogram ayı. 6,5 kilo biraz. Biliyorsa 6,5 kilogram zaten. Fakat öldürülmeyecek şu yerden koyuyorlar. Şu zakaçayın kol terilik hani o. Boshlar kendi bu bulur bizda hozir agroesmasa bu bulur qanday ish keladi va korobkalar hammasi bu yerda kirish joyda bo'ladi bizda kirib qo'yilgan bo'ladi bolalar qo'yadi o'sha korobka qayga braklar uchun bu yerda 2 xil saktor qo'yadi emas qo'yadi bu sal qizaryotganimi ya'ni qizargani standart qo'yadi pastdagisi bulurga bu keladi mana bu joyda mana mana shu shuna kiradi shuna kiradi qo'y tomondan boshqa tomonlarni terlayveradi hozir biz просто boshlanishidan terishni boshladik ko'rsatyapman o'zi aslida bu yerda 2 soat oldin fonni terib chiqib ketilgan mana faunlar shuncha kaloriya shuna oladi ish og'irlik ishni og'irlik joyi umuman yo'q mana shuni olyapsiz qo'yyapsiz mana ketyapsiz olyapsiz qo'yyapsiz mana ketyapsiz mana Zo'r. Bu yerdan olyapsiz, bu yerga qo'yasiz. Bu yerdan olyapsiz, bu yerga qo'yasiz. To'lgandan keyin shu 6,5 kiloni ko'tariladi, mana yerga qo'yasiz, mana bo'shni bu yerga qo'yasiz. O'zingizga qulayroq bo'lishi uchun, misol uchun. Chiqdi mana buning yengilligi mana. Bunaqa og'ir narsa emas, buni tortib kelasiz. Oxirgi terib olgandan keyin bular hammasi korobkadan to'ladi, 35 korobka. Buni qaytarib tortib kelasizda, buni qaytarib tortib chiqib har bitta kilogramm yoziladi, o'sha kilogrammga ob'yom pul to'lanadi. Endi bu bilan aytish kerakki, men pomidor tera olmayman, bunaqa ish qila olmayman degan odamlar uchun aytmoqchiman. Даже bu yerda bizda ishlayotgan homilador ayollar ham bor, misol uchun. Yoshi katta kishilar bor. 55-60 yoshli kishilar bor. Shular ham o'rtacha hisoblaganda 2500, 2700, 2800 kg uchiryapti. O'zimizga o'xshagan yosh, shijoatkor, ishlaydigan odamlar 3800, 4000, ba'zi bitta odamimiz ham bor, shu odam ba'zi 5000 dan tushadi. Bunga 5000 dan ishlaydi. İşimiz soat 7'den 7'gacha. Teplitsada ish jarayoni 11 soat bo'ladi, 1 soat obed bo'ladi. 7dan 7gacha 12 soat bo'lsa, 1 soat obedga chiqarib olsa 11 soat ish bo'ladi. Ob'yom bo'lgandan keyin u 11 soat ishni 10 soat ishlaydi. Qolmasa 9 soat ishlaydi. Faqat zarbadan ob'yom olganlaridan keyin o'zi ko'pchilik 11 soat ishlashga o'tib qoladi. Ko'proq ishlaydi, ko'proq ishlaydi degan narsa bo'ladi. Biz shu savollar o'zi bersangiz javob berib Tuğanlar 11 saat iş bo'lgan, 11 saat iş bo'lgan, yosh ulug'lar, bizning akamiz aytadi, даже bo'yni bor ayol da bor ekan bu yerdacha. Bo'yni bor ayol da bor ekan. O'rta ақша ishlaganlar 2,5-3 ming o'shunday ekan. Bular o'sha yosh ulug'lar. Движенияsi sekin ekan, qiynalgan odamlar ekan. Kuchli bunday yoshroq, o'sha qo'l kelib qolganlar o'sha 5 minggacha zarfat olganlar bor ekan bu yerdacha kunini. Yumush 12 saat, 1 saat obed vaqti bo'ladi. Ishlarning formasi qanday bo'ladi? ikisi bilan forma almashib qilinadi. Yo'q, kimdir yirtsa yo boshqa qilgan bo'lsa, biz ham qiladi, biz ham yangi Tuğanlar bu yerga formalar berilayotgan, o'zimcha girib shu yoqda рабочий formalar berilayotgan, sразу ikki bor berilayotgan. Biz kelib olganda ikkinchisini berilayotgan. Hozir mana qizarib turganda pomidor, qizarib turganda buni ellar keldi, buni terib ketdi. Boshqa moment ne qiladi ular? Bo'sh qolib qoladi. Qarang, pomidori bu yerda har kun terilmaydi. Bir kun pomidor teriladi. Ikkinchi kuni kesiladi. Kes degani barg, pomidorni barg. Bu yerda движенияsi bo'lib ketgan, har bir движенияsi o'xsha ekan. Har bir o'sha bitta qilgan shuni bargingizni shuni kesib qo'ysangiz sizga pul yoziladi. Har bittasini o'zini qoladi, o'zini puli. Har bir kunini tash qiymatdan so'ng ақшаны to'layotgan tuğanlar. Sezonning qanday bu? Bu yer sezonli emas. Sezonli gод. Kelgan paytdan bemalol xotirjam 1 yil 1,5 yil ishlayman, kelsa bo'laveradi. Kruglый год deb berishadi. Ish официальный bo'ladi. Ish официальный bo'ladi. Document masalasiga keladigan bo'lsak, kelgan odam kutib olinadi. Uzog'i 3 kun 4 kun ichida официальный o'zi turgan kvartiraga biz hostelga qo'yib qo'ydi yo boshqa joyga qo'yib qo'ydi emas. O'zi yashayotgan kvartiraga registratsiya qilamiz. Registratsiya firmani hisobidan. Registratsiya chiqqandan keyin mashina qilib beramiz, jo'natiladi. Iloji bo'lsa, agar o'zlarini ishini birorta qo'l tushunadigan yo holati bo'ladigan bo'lsa, mayli o'zlari bo'lsa, bo'lmasa birorta odam qo'shib beramiz. Boradi, chaqirib olib, hamma dokumentlar keladi. Hozir zelyorliklarda meditsina xizmatlari ishga qo'yadi. Ularni kelishadi. Patentlilar bo'lsa, O'zbekistonda patentni o'z topshirib kelishadi. Registratsiyadan keyin. Keyin turdo'ylar bo'lib, biz o'zimiz firmaga beramiz. Firmani o'zi telefonni o'zi
Туғандар, сіздер жашаған квартираға, квартира бұлар табады. Үйдішілер квартираны табады. Сіздер ал жаққа келесіңер, жашайсыңар. Документі жоқтыр. Сіздердің документіңер ошол жерге қойылып беріледі. Официально бұл жаққа трудовой договор беріледі. Солардан бүт нәрсесі официально болады. Бұларда іште ушундай жерден ысып, емен, таза, самый главный чистота. Байқаса, бүт нәрсе аккуратно чисто. Biz уже şirkette o zaman çıktık тоже короткометражный видео qilamiz. Ish zinqa ekan, просто jil ekan. Ishlayman degan odam bo'lsa, bemalol kelib, yaxshi pul topib ketsa bo'ladi. Bu yerda mutli yo'q, biror narsa, haliga teskari, yashirinda boshqa narsa yo'q. Yo'lda жүріп өткенсіңер. Грязьда жүріп өткенсіңер. Жаңбырда қалып өткенсіңер falan. Сол бала өзі мына бірінші адам. Өзі келіп мына 150 мыңды bir ayda қараймын деген адам. Иншалла. Mana shu tomonga parkovka avtobus kelib to'xtaydi. Marshrutda kelib boshlanadi. Ertaman soat 7:30larda 7:20da uzoq olib kelib tushiradi. Kechqurun hozir soat mana kapras 7:20-7:19 bo'lyapti. Hamma chiqyapti. Biz ishchilarimizdan bittasi bilan o'zidan bir so'rab qo'ymoqchi edik. Aka qancha bo'ldingiz? 3 oy bo'ldi. 3 oy bo'ldi. Qayerda? Qirg'iziston. Jallovotda. Qanaqa ekan aka ish? Yaxshimi? Yaxshi emas pulida vaqtida beryapti o'sha. Bir oyda 2 marta olyapsiz. Bir oyda 2 marta olyapti. Qanchadan olyapsizlar? O'rtacha. Kuniga 3200 shunday. Hozir o'sha. Akamiz Jallovotdan bo'ladi, o'zimizdan. Bu yerda aslida o'zi Qirg'izistonda Jallovot, Chekovod, O'sh shunaqa joydagi odamlar juda ko'p. Keslaring bemalol Jallovotdan. Nasıl? Туғандарына bir молдақты чоң көргөз болдым. Ушу барды чипица, ушуча. Пицца. Мына рабочийлер азыр молдак чип кетип атышат. Ушу автобустарга чыгат. Уже рабочийлерди квартираларына жеткирилет бул жерденче. Бардыгы ушул эле шаардын ичинде, Тулада. Ушул автобустарга чыгып элдер кетет экен бул. Бардыгы сону. Самый главный таза, тынч. Бардыгы өзүнүн жумушун билет. Бардыгы өзү менен өзү. Келгиле туган.